Mana To'paling suv omborini yuqoridan ko'rinish. Bir necha qishloqlardan yuqoriga o'tib ketilgan. Shunchaki tomosha qilarli darajada. Hozir atroflar oppoq qor, shamoli salqin, mazza. Dahshatli. Shuncha pastdan chiqqandik, mashinalar pastga qolgan. Bu tomonda ham suv ombori bir qismi suv tushib turibdi. Yuqori tomondan shu oralig'idan suv tushyapti. Bu tomondan suv tushyapti. O'sha tepalikda uy bor. Mana shu ko'rinadi adashmasam. Uy bor. Mana bu tomondan suv tushyapti. Qolgan sheriklar. Buni telefondan ko'rgan boshqa yo'q. Tabiiy holatda kelib ko'rgan juda ham boshqa emotsiya beradi. Boshqa. To'paling suv omborida o'sha boshlanish qismidan ancha yuqoriga bu. Mana shu yo'l bo'ylab kelaverish. Mana bu qishloq nomi ham nima edi oxirgilardan. Bu tomonda bor ekan. Bu